Yat va o'zini bank qilganlar uchun aylanmadan 1% lik soliq joriy etiladi. Assalomu alaykum. Omonmisiz, qadrdon muxlis? Bundan tashqari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlarga elektron to'lovlarni qabul qilish uchun maxsus QR kodning mavjudligi chakana savdo qoidalarining majburiy talabiga aylanadi. 2026-yil 1-yanvardan savdo aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorida belgilanadi. Bu haqda prezident qarori imzolandi. Bugungi kunda agar bir kalendar yilida mahsulot va xizmatlarni sotishdan tushgan daromad 100 million so'mdan oshsa, yat qat'iy belgilangan soliq rejimidan aylanma soliq rejimiga o'tishi shart. Soliq stavkasi aylanmaning 4% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, yat va o'zini o'zi band qilganlar uchun elektron to'lovlarni qabul qilish uchun maxsus QR kodning mavjudligi chakana savdo qoidalarining majburiy talabiga aylanadi. Integratsiyalashgan raqamli platforma orqali olingan pul oqimlari ma'lumotlari banklar tomonidan kredit berish to'g'risida qaror qabul qilishda foydalaniladi. Mazkur hujjat bilan 2030-yil oxiriga qadar yat va o'zini o'zi band qilganlar uchun yagona raqamli platformaga ega alohida huquqiy rejim joriy etiladi. U orqali faoliyatni rasmiylashtirish, hisob-kitoblarni boshqarish, soliq to'lash, chek yaratish va elektron hamyon uchun mumkin bo'ladi. Hujjatlar elektron kalitsiz imzolanadi. Mana azizlar, sizlarga iltmoqchi bo'lgan xabarim shundan iborat edi. Iltimos, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Ha azizlar, xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.